Sirdaryo viloyati soliq boshqarmasi hamda ijtimoiy himoya milliy agentligi viloyat boshqarmasi hamkorligida Sirdaryo tumanida nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ayollar g'amxo'rlik markazida inklyuziv xayriya tadbiri tashkil etildi. Markazda davolanayotgan va parvarishlanayotgan xotin-qizlar tomonidan mehnat terapiyasi jarayonida yaratilgan turli xil qo'l mehnati mahsulotlari, nafis bezaklar, badiiy buyumlar, to'qimachilik va ijod namunalari auksion hamda ko'rgazma savdoga qo'yildi. Mazkur tadbir oddiy savdo emas, balki inson mehnatini qadrlash, uning qobiliyati va ijodiy salohiyatini namoyon etishga qaratilgan ezgu tashabbus bo'ldi. Auksion davomida 54 ta lot bo'yicha mahsulotlar ishtirokchilar e'tiboriga havola qilinib, xarid qilindi. Unda viloyat soliq boshqarmasi va shahar tuman soliq inspeksiyalari xodimlari, tadbirkorlar, jamoatchilik vakillari hamda fuqarolardan iborat 100 nafardan ortiq ishtirokchi qatnashdi. Bu auksionni tashkil etishimizdan maqsadimiz mana shu yerda davolanayotgan, shifo topayotgan bemor ayollarimiz tomonidan qalb qo'ri qo'shilgan holda tayyorlangan ijod namunalarini, mehnat namunalarini ma'lum bir baholarda sotib olish bilan birgalikda bu orqali ularni mehnatlarini rag'batlantirish hamda bu orqali ularni demak mehnatlariga motivatsiya berish, hayotga bo'lgan intilishlarni yanada ortishiga hissa qo'shishdan iborat. Tadbir natijasida qariyb 50 million so'm mablag' to'plandi. Mazkur mablag'lar markazdagi ayollarning mehnatini rag'batlantirish, ularga yangi kuch va ishonch bag'ishlash, shuningdek, g'amxo'rlik markazining moddiy texnik bazasini yanada yaxshilashga yo'naltiriladi.